shaharning o'zida shunaqa tog'ni atmosferasini beradigan joy borligini bilarmidingiz? Oqib turgan suvning ustiga o'rnatilgan tapchanlar, hamma joy soya salqin. Bunaqangi issiq kunda maza qilib dam olib o'tiradigan joy ekan. Bu Sokin diyor kafesi. Bu yerning nafaqat atmosferasi, balki taomlari ham meni xursand qildi. Suyug'iga antiqa mastavani ichib oldim. Mastava juda ham mazali chiqibdi. Ikkinchisiga esa molni kachalkasiga buyurtma berdim. Buni xil-xil qilib pishirib olib kelishganiga qaranglar. Go'sht nafaqat yumshoq, balki juda ham mazali chiqibdi. Bu taomni mana shu turishi 495 ming so'm. Bemalol 3-4 kishi to'yadi. Xohlaganlarga esa kaboblarga ham assortiment katta ekan. Shashliklari ham mazali, yumshoqqina pishirilgan. Go'shtning sifatliligi ham ko'rinib turibdi. Narxi esa 18 mingdan 42 minggacha boradi. Sokin diyor kafesini menga yoqqan yana bitta tarafi, tapchanlar uchun alohida pul to'lanmas ekan. Kelasiz, ovqatga buyurtma berasiz va necha soat bo'lsa ham maza qilib dam olib o'tirasiz. Agar dam olish kunlari bormoqchi bo'lsangiz, oldindan joy bron qilib qo'yish esingizdan chiqmasin. Orqamdagi oqib turgan suvning loyiqaligiga hayron bo'lmanglar. Buni sababi bor. Bilganlar kommentga yozib ketsin. Sokin diyor kafesi ertalab 11 dan tungi 1 gacha ishlaydi. Adresi Archa ko'cha. Ibr zapravkani shundoqqina ro'parasidan pastga tushiladi. Bu videoni tabiat qo'ynida birga dam olmoqchi bo'lgan o'rtog'ingizga jo'natib qo'ying.